Biznes egalariga taklifim bor. Mana ko'pchilik hozir sun'iy intellekt bilan shug'ullanyapti va biznes egalari sun'iy intellektda mana bunaqa degan videolarni juda ham ko'pini ko'rishyapti. Qaysidir bittasini qo'llashyapti, qaysidir bittasini qo'llashmayapti. Xo'p, nima qilish kerak? Eng yaxshisi sun'iy intellektni yaxshi tushunadigan bir odamni o'zingizni xodimingiz sifatida ishga olasiz va u xodim ikkita ish qiladi. Birinchisi, eng sodda ishlarni, eng birinchilardan bo'lib o'rganib qo'yish kerak bo'lgan ishlarni xodimlaringizni eshitib, ularni qilayotgan ishlarni ko'rib turib, o'sha ishlarni juda sodda bo'ladigan bo'lsa, xodimlaringizni o'ziga o'rgatib qo'yadi. Ikkinchisi bor, xodimlaringizni qo'lidan o'sha sun'iy intellektni agar o'zi qila oladigan bo'lsa, juda tezlik bilan qila oladigan bo'lsa, shu ishlarni o'zi avtomatlashtirib beradi. Endi buni foydalaridan bittasi, mana qarang, yaqinda bu ishxonamizda bo'lgan ish bitta copy paste bilan o'sha ko'chirib, ma'lumotni ko'chirib, u yoqdan bu yoqqa olinadigan ishni bitta xodim 2 kun, 3 kunda qilar ekan. Uni boshqa ishlari ham bor, lekin o'sha ish uchun 2-3 kun vaqt sarflar ekan har oyda. Endi men shu ishni qayta ishladim va 10 daqiqada qiladigan holatga olib chiqdim. Endi men o'sha xodimni o'ziga shu narsani o'rgatib qo'yganimdan keyin 2 kun, 3 kun emas, endi 10 minut o'sha ishni o'zi qilyapti. Buni albatta sun'iy intellektni o'ziga avtomatlashtirish imkoni bu ishda yo'q, to'g'risi. Chunki asosiysi u fayllarni yig'ib olish bo'lgan, avtomatlashtirib bo'lmaydi. Lekin haligi odamni o'zi bu ishni qila olishi, endi u 2 kun, 3 kun ishini, soatlarini foydali ish holatiga olib chiqib olgandan keyin bu juda zo'r. Xo'p, ikkinchisi, qaysidir ishlarni avtomatlashtirib qo'yish, hattoki o'sha to'lovlarda ham avtomatlashtirib qo'yish mumkin. Shuning uchun taklifim o'shunaqa sun'iy intellektni tushunadigan xodim olasiz va sizni xodimlaringizni xuddiki upgrade kuchaytirib beradi. Endi bu menga qanaqa foyda olib keladi yana desangiz, yana bitta foyda tomoni, bundan bu yog'iga siz yangi xodimlarga juda ham ko'p ishingiz tushmaydi. Yangi xodim, qo'polroq qilib aytganda, eski xodimlaringizni ham ishini olib haydab yuborishingiz mumkin. Men og'riqli mavzu, lekin nimaga bunaqa deyiladigan bo'lsa, mana 2 kun, 3 kun qiladigan ishini deylik 10 daqiqada qilyapti. Yana xuddi shunday xodimingiz bor, 10 daqiqada qiladigan, yana bitta shunday xodimingiz bor. Endi hammasi birgalashib 6-7 kunda qiladigan ishni 30 daqiqada bitta xodimni o'zi qiladi. Demak, sizga o'sha ishlar uchun yangi eski xodimlaringiz kerak emas. Bunaqa mavzuda to'g'risi gapirgim kelmadi, lekin siz ikkita ishchingizni bo'shatib, bitta ishchingizni qoldiradigan bo'lsangiz, o'sha 7 milliondan berayotgan oyligingiz 14 millionni tejab qolasiz va umumiy holatda 3 million yoki 2 millionga butun boshli tizimingiz uchun sun'iy intellektni joriy qilib olasiz. 2 million, 3 millionga siz deylik sun'iy intellektga to'laysiz, robotlarga to'laysiz va bu to'layotganingiz 15-20 ta xodim qilish kerak bo'lgan ishlarni qilib beradi va undan tashqari sizga ham juda ham ko'plab qulayliklarni beradi. Men hozir sizni biznesingizga kirmasdan umumiy holatlarni gapiryapman. Agar biror bir xodim, o'sha sun'iy intellektni biladigan xodim ichkaridan nima bo'layotganini tushunib, holatlarni yangilaydigan bo'lsa, u juda ham ko'plab yangiliklar kiritib tashlaydi. Shunaqa gaplar.